Assalomu alaykum hurmatli gadjet shinavandalari, hurmatli youtuberlar, aka, uka, opa, singillar. Siz bilan har doimgidek men Kamina To'rayev Akmaljon va Akmal uz jamoasi. Bugungi videomiz antiqa, mana naq 3 ta kamera, to'g'rirog'i 3 ta telefon. Birinchisi 15 ta Pro, o'rtadagisi iPhone 15, chetdagisi esa 14 ta Pro Xiaomi telefonlari edi. Endi haqqoniy bo'lishi uchun mana o'zingiz ekranda ko'rib turib, siz bemalol baholashingiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, bugungi videomiz maksimal darajada sizga qulay bo'lishi uchun qo'lingizga bir piyola issiq choy yoki bo'lmasam bir piyola muzdekkina sharbatni olasiz va bugungi dasturimizni boshlaymiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, softboxlarimiz ko'rsatamiz. Softboxlarimiz ikkalasi ham, bu ham hammasi o'chgan edi. Maksimal darajada realistik bo'lishi uchun, chunki hammani ham yorug' xonada videoga tushirishni imkoniyati bo'lmaydi. Asl holatida snimat qilamiz. Yana e'tibor bergan bo'lsangiz, hech qanday bu yerda mikrofonlar yo'q. Uchalasi ham haqqoniy bir battle bo'lyapti. Demak, biz ofisimizdan sekingina mana qorong'uroq ofisimiz, tashqariga chiqib ketamiz. Mana yigitlarimiz marhamat qilishga o'tkazdi. Ish jarayonida. Operatorimiz maksimal darajada stabilizatsiya ishlashga harakat qilyapti, lekin telefonlarimizni o'zini stabilizatsiyasini ajoyib qo'ydi. Mana ko'chaga ham chiqib oldik. Ovozlarni bemalol solishtirishingiz mumkin. Qaysi biri qanday? Biz esa sekingina o'sha mashhur soatimizni tushirishni boshlaymiz. Birinchi mana 15 ta Pro 6x ekan. Eslatib o'taman, kameralar testi hozir 4K 60 fps bo'lyapti. Bitta 15 ta Proda 120 fps bor, 120 kadr sekundda bor. Qolganlarida iPhone bilan 14 ta Proda esa 60 kadr sekundda. iPhone'da ham 6x chiqdi, mana bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Demak, 14 ta Proda ham 6x. Lekin hozir men shu yerni o'zida ko'rib o'tiribman. iPhone ikkalasini ham yo'lda qoldirib ketdi. Bilmadim, bu FPSlar qayerga ketib qoldi. Hozir uchalasini ham birlashtirishga harakat qilamiz. Mana uchalasini ham birlashtirdik. Mana reskisni bosyapman, reskis yo'q. Sal kamaytiraman mana 3x gacha. Lekin bari foydasi yo'q. Mana iPhone 15 ta o'zi eslatib o'taman, hech qanday Pro yoki Pro Max emas. Shu 2 dona kamera. Endi esa ozgina stress test qilib, salgina mana stabilizatsiya yugurib ko'ramiz. Yuguraman. Yaqqol o'zingiz ko'rishingiz mumkin va bemalol baholashingiz mumkin. Endi esa navbat selfie kameralarga. Demak, aziz do'stlar, 15 ta Pro 4K 30 fps, iPhone 15 ta o'zi 4K 30 fps, Xiaomi 14 ta Pro 4K 30 fps. Hammasini nastroykasini bir xil qilib qo'ydik. Endi bemalol mana testini ko'rishingiz mumkin selfie kamerada. To'g'risi aytsam, men hozir hech nima deya olmayman. Hammasi monitorga chiqib montaj qilishni boshlaganimizdan keyin ko'rinadi. Fikr esa o'zingizdan qaysi bir yoqqanini shu joyda o'zida videoni pauzaga bosib turib, kommentariyada yorib tashlanglar, qani kim ko'p ekan? iPhone'chilarmi yoki Xiaomi'chilarmi yoki Samsung'chilar ham bo'lishi mumkin. Like va poddershka bilan qo'llab-quvvatlanglar. Endi esa fotosessiya. Aziz do'stlar, bu videodan men sudyalik qilmayman. Faqat kommentariyaga tushib turib, o'zingiz xolisona qaysi biri zo'rligini yozib, bu videoni do'stingizga jo'natib qo'yasiz va ular ham kommentariyalarda o'z fikrini yozadi. Endi esa
mana shu Xiaomi telefonlarni, Shahzod original telefonlardan mana bu narxga olsangiz bo'ladi. O'zbekistonda tayyorgina turibdi. Lekin aynan biz orqali buyurtma qiladigan bo'lsangiz, marhamat pastdagi telefonlarga bemalol murojaat qilsangiz, aynan mana shu narxda hozir esimda yo'qligi uchun operatorimiz yozib ketadi. Agar siz O'zbekiston bo'ylab bu narxdan arzon mana shu telefonni olib keltira olsangiz, kommentariyada buni ham yozib keting. Sizga sifatli, ishonchli Xitoydan kargo kerak bo'ladigan bo'lsa, marhamat bizga murojaat qilasiz. Biz sizning yukingizni xavfsiz va arzon narxda tez kunlarda O'zbekistonga yetkazib berishni harakat qilamiz. Kargo kerak bo'ladigan bo'lsa, marhamat telefonlarga murojaat qilasiz. Siz bilan Akmaljon To'rayev va Akmal o'z jamoasi edi. Keyingi dasturda ko'rishguncha, xayr.